Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Markaziy xabar torining 23 noyabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Shanxay hamkorlik tashkiloti kotibiyat boshqarmasi va atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati 23 noyabrdan 26 noyabrgacha Urumchida Shanxay hamkorlik tashkiloti 2023 yillik sayohat e'lon bir yig'in birlikda o'tkazgan. Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkiloti kotibiyat boshqarmasining taklifiga binoan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar, boshqa davlatlardan kelgan elchilar, aloqador xalqaro tashkilotlarning vakillari, madaniyat va sayohat korxonalarining vakillari ham har qaysi axborot muxbirlari bu yig'in qatnashgan. Bu yig'inda Shanxay hamkorlik tashkilotining asosiy sayohat munbiri va atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonidagi sayohatning sijil taraqqiyot qatorliq muhim temalar o'tirib qo'yilib, har qaysi davlatlardan kelgan vakillar o'zaro fikr almashtirish yig'inlari ochilgan. Bundan boshqa yig'in qatnashgan har qaysi taraflarning vakillari Eli Qozoq Avtonom oblasti, Urumchi shahri, Turpan shahri qatorliq joylarni ziyorat qilgan. Yana undan boshqa Altay, Qashqar, Aqsu va boshqa joylarga berib ziyoratda bo'lgan. Bu yil 3-da Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning sayohat tarmoqlari rahbarlari yig'in ochib, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar sayohat hamkorligi, o'zaro taraqqiyot kelishimining yo'l qo'yilishi va faoliyat plani qatorliq loyihalarni tekshirib tasdiqlab, rasmiy yo'l qo'ygandan buyon Xitoy bu fursatdan unumli foydalanib, O'rta Osiyodagi Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'zaro sayohatchilik kasbini yo'l qo'yib amaliylashtirgan. Xitoy Tangirtaq xabar torining 11-24 kundagi xabarda deyilishicha, 23 noyabr Urumchidagi Xunguang Teg'i manzara rayonida Xitoy O'zbekiston madaniyat, sayohat hamkorlik va taraqqiyot almashtirish yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inga O'zbekiston Jumhuriyatining Xitoydagi bosh elchixonasi va Xitoy atalmish Xinjiang Tianjin korxona birlashmasi sohibxonlik qilgan bo'lib, atalmish Xinjiang madaniyat va sayohat boshqarmasi, savdo sanoati va savdo birlashmasi va aloqador tarmoq vakillari qatnashgan. Yig'inda O'zbekiston Jumhuriyatining munosabatli siyosiy arboblari, korxona va savdo jamiyatlari a'zolari nutq so'zlagan. Yig'in jarayonida Xitoy atalmish Xinjiang Tianjin savdo uyushmasi va O'zbekistonning aloqador tarmoqlari o'zaro kelishim imzolagan. Bu kelishimda ikki taraf madaniyat va sayohatchilikni taraqqiy qildirish va savdo tijoratini texnik rivojlantirish, har qaysi jihatlarda tajriba almashtirish va o'zaro hamkorlik o'rnatib, birlikda taraqqiy qilish planlari o'tirib qo'yilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.